Mana uyimiz hamma joy bardak bo'lib yotibdi. Ustalar hozir ketishdi. Mana bugun kechgacha chekkalarni podvalga tushadigan sinapoyamizni betonni qo'shdi. Kechgacha kavlashgan. Eng qiyin ishlar shu bo'lyapti chamamda. Ertaga zinapoyasini qurishsa zinapoyamiz ham bitadi. Mana uyga kiradigan zinapoyamiz. Katta zinapoya bo'ldi. Bu hammomimiz, razvalka, ba'di cho'milish xonasi, bega xo'jayinima bizneslari, baklashkalarni to'plab bo'lganmiz. Bu yoqda tualet. Tomlarini ham bitirib qo'ydik. Mana tomlari ham bitdi, xudo xolisa. Endi uylarimizni ichilarini отделка qilsak, yashash uchun yaroqli bo'lib qoladi. Bu bitta xonamiz. Devorni отделка qilsa bo'ldi. Hamma xonalarni montajlari ham bo'lgan. Отделкадagi выключательlarni, rozetkalarni qo'yib qo'ysalar bo'ldi. Bu bolalarning xonasi bo'ladi. Qizimga aniqrog'i. Bu zalimiz. Bu er-xotinning xonasi. Svetini tushirib qo'ydilar begi. Hamma narsa ashqoldarimiz hammasi shu yerda. Keyin joy qilganmiz tomda instrumentlarga. Uyimiz bitib qolsa ashqoldan ashaga joylaymiz. Podvalimizni tushib ko'rsatamiz ekanman yo'lda bekib. Uylarimiz ham ancha bitib qoldi shunaqa.